Ko'pchilik obunachilarimizda top 1% sekret jamiyati o'zi nima? Unga kim asos solgan? Jamiyatda nimalarni o'rgansa bo'ladi degan savollar qolib ketayotgan ekan. Videoni oxirigacha ko'ring, men sizga tushuntirib beraman. Top 1% sekret jamiyati O'zbekistondagi eng yirik kripto investor va tadbirkor Abdurahmon Ruhullayev tomonidan tashkil qilingan bo'lib, jamiyatning asosiy missiyasi kuchli top 1% erkaklar jamiyatini tashkil qilish hisoblanadi. O'zingiz ham bilsangiz kerak, top 1% insonlar qatoriga kirish uchun 3 narsaga ega bo'lish kerak. Top 1% insonlardagi sog'lom tana, top 1% kuchli insonlar jamiyati orasida bo'lish va albatta erkak uchun eng muhim narsalardan biri bu yaxshi daromad. Top 1% jamiyatda esa bularning uchovini ham topasiz. Jamiyatdagi fitness darslari sizni sog'lom tanaga ega bo'lishingizga, zamonaviy kasb darslari esa o'zingiz xohlagan daromadga ega bo'lishingizga yordam beradi. Qolaversa, jamiyatda o'zingizga o'xshagan missiyaga ega yuzlab insonlar orasida bo'lasiz va bu maqsadlaringizga erishishga ko'mak beradi. Bundan tashqari jamiyatda loyiha asoschisi Abdurahmon Ruhullayev tomonidan taqdim etiladigan shaxsiy rivojlanish hamda biznesga oid darslarni ham ko'rishingiz mumkin. Qolaversa, har 10 kunda jamiyat a'zolari onlayn efir orqali Rahmon Ruhullayev bilan suhbatlashish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Aynan shu sabab haqiqiy erkaklar top 1% jamiyatini tanlashmoqda. Agar siz ham jamiyatga qo'shilishni xohlasangiz, izohlarda bir sonini yozib qoldiring.